Qoraqalpog'istonlik akalarimizga shartni qatdimi? Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab turasizlar, like, kommentlarni ayamay turasizlar. Xo'p, sizlarga shart berishni boshlayman. Siz 1 kilo guruch olasiz, siz esa 1 kilo mosh olasiz. Sirdaryoni sentriga yetib borganingizda o'sha yerda sanaysizlar. Kimniki nechta chiqdi, sizniki nechta chiqdi. Hammasini video qilib qo'yasizlar va o'sha narsani o'sha yerda ehson qilib yuborasizlar. U yog'iga har bitta viloyatda to'xtaysizlar va xalqdan shart so'raysizlar. Va eng zo'r shartlarni har bitta viloyatda to'xtab ketasizlar. Qoraqalpog'istongacha 8 ta bor. 8 ta umumiy hisobda 8 ta. Toshkentdan chiqishimiz bilan Umumiy hisobda Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha 8 ta shart bajarib ketishingiz kerak bo'ladi. Va oxirida har doimgidek Reverend Show'da ko'rishguncha gapimiz qolib ketmasin. Kommentariyada sizlar ham zo'r shartlar yozib qoldiringlar. Yo'lda akalarimiz qiziqi bo'lsa bajarib ketishadi. Qoraqalpog'iston qani ko'raylikchi akalarimni qanaqa qo'llab-quvvatlaysizlar. Reverend Show'da ko'rishguncha